Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan Excel dasturida kengaytirilgan usulda filtrlashni ko'rib chiqamiz. Biz odatda ma'lumotlarni filtrlayotganimizda jadvalimizdagi har bir ustunga filtr tortib chiqamiz va bu glavnaya bo'limidagi filtr paneli orqali qilinadi. Mana bu filtrni bossak, bizga ko'rib turganingizdek har bir ustunimizga mana bu упадающий список, ya'ni filtrlarni ro'yxatini keltirib chiqaveradi va biz bu yerdan bizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni filtrlab olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir bizga elektrovelosipedlar bo'yicha jami sotilgan velosipedlarni ro'yxatini keltirib chiqarib berdi va biz yana bu yerda shaharlar kesimida ham bu filtrni olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, agar biz bu tartibda filtr qiladigan bo'lsak va bizni ustunlarimiz agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu bizni ko'proq vaqtimizni olishi ham mumkin va biz aytaylik Andijon, Toshkent, Namangan bo'yicha filtr tortmoqchi bo'lganimizda biz bu filtrimiz qaysi shaharlar bo'yicha tortilganligini aniqlash uchun shu filtrga kiramizda va mana bu yerda shu qo'yilgan galochkalarni tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Kengaytirilgan usulda bo'lsa biz filtr qaysi kategoriya va qaysi shahar bo'yicha tortilganini ko'rishimiz juda ham oson bo'ladi. Biz buni qilish uchun keling filtrni yechirashaylik. Biz buni qilishimiz uchun данный bo'limidagi ushbu sortirovka filtr degan joydagi paneldagi дополнительный bo'limiga murojaat qilamiz. Buning uchun albatta bizning kursorimiz bizning asosiy jadvalimizda turgan bo'lishi kerak va aytgancha bizda agar bu tartibda kengaytirilgan tartibda filtr oladigan bo'lsak, bizga albatta yordamchi jadval kerak bo'ladi va e'tiborli jihati yordamchi jadvalimizning, ya'ni ustunlarning nomlari asosiy jadvalimizdagi ustunlar nomlari bilan bir xil bo'lishi kerak. Aks holda bizning filtrimiz ishlamaydi. Дополнительный knopkasiga bosganimizda u bizga bizning asosiy jadvalimizni diapazonini qamrab beradi. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, biz bu joyda filtrni ushbu listni o'zida qoldirishimiz ham mumkin yoki buni boshqa joyga ko'chirib o'tishimiz ham mumkin. Diapazon usloviyasi orqali biz bizga kerakli bo'lgan diapazonni, ya'ni filtr olinadigan joyni, ya'ni filtr ma'lumotlarini kirgizadigan joyni belgilab olamiz. Hozircha bitta ustunni belgilaymizda OK knopkasini bosamiz. Aytaylik, bizga velosiped bo'yicha, velosiped kategoriyasi bo'yicha Toshkent shahridagi jami sotilgan velosipedlarni ma'lumoti kerak. Kerakli joyga kerakli ma'lumotlarni kiritib olamizda, ya'ni velosiped hamda Toshkent shahri ma'lumotlarini kirgizib olamizda, yana дополнительный knopkasiga bosib OK tugmasini bosganimizda bizga ushbu kategoriya bo'yicha Toshkent shahridagi jami savdoni chiqarib berdi. Endi bu filtrni biroz kengaytirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, yana shu дополнительный knopkasini bosamizda hozir ko'rib turganingizdek bizda diapazon usloviyada A1 katakchasidan G2 katakchasigacha bo'lgan qismni olyapti. Endi xohlaymizki biz xuddi ushbu velosiped kategoriyasi boshqa shahar bo'yicha ham bizga savdosini keltirib chiqarib berishini. Buning uchun bizga shu A3 diapazon, ya'ni A1 diapazondan G3 diapazongacha bo'lgan joy kerak bo'ladi. Va biz biroz o'zgartirib qo'yamiz diapazon usloviyani, OK tugmachasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek bizning ro'yxatimiz asl holiga qaytdi. Xo'p, kengaytirilgan filtrni noqulayliklaridan bittasi, agar siz bo'sh diapazon qo'shadigan bo'lsangiz, sizning filtringiz ishlamaydi. Albatta, siz belgilagan, ya'ni diapazon usloviy albatta bo'sh qolmasligi kerak. Mana biz hozir bu yerga
Ma'lumotlarni kirgizganimizdan so'ng diapazonimiz to'liq kirgandan so'ng bizni filtrimiz to'liq tartibda ishlaydi. Bu juda ham oson usullardan biri. Siz ham bir sinab ko'rishingiz mumkin va biz buni o'zimizga juda ham yana bir qulay tarzda moslashtirib olishimiz mumkin va bu Excel'dagi VBA kodlar orqali qilinadi. E, Biz bu usulni sizlar bilan keyingi epizodlarimizda ko'rib chiqamiz. Agar sizga video manfaatli bo'lgan bo'lsa, e, layklarni bosishni unutmang. Agar biror bir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentlarda qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.